Choy choyni o'zingizlar. Bo'ldi oyijon. Bugun to'y ovqat yeb oldim. Ertadan deb tutaman. Ha, semirganingiz endi bilindimi? Siz ham sezib Men sezishni eshitaman har kuni. Nimani oyijon? O'g'lim ishga jo'natib xurriyni ochishingizni, hopmi, mana spalingicha eshitiladi. Ha, o'g'izlar aytadimi oyijon, ishonmas edim. Ha, o'g'lim shunaqa deydimi? Adasi o'zi bo'pti-da, adasi ham mana shunaqa derdi. Hopmi? Elimde balaban içip bulduk. Bir de söz gelmez. Ben sizden çok öpücük müşkül olmam. Yüzüz kısmı çıkar gidin ben yalnız tutamam kayla gitti. Hopla. Ben şimdi ağzımda avukatlı diyemalar diyolayım. Tüy, öyle şöyle gitmem. Bundan bu oyijon? Voy, bu şey sizga nanda, hopla. Mana 300 gram suvga mana bitta qoshiq solasizda. Keyin mana shaqillatadiganini solib, mana shunday qilishda buni. Mana. Ovqat qilayotganingizda, yurayotganingizda, ish qilayotganingizda bo'sh qo'lingizni ichib to'xtab turmaslikni ko'rsating. Va xuddi yoshlarga o'xshaysiz, mana shunday ichib bu sizga ovqat o'rniga hopla. Qani bosh qo'yganda, hali qanday turistlar ko'radingizda, mana shunday ichib yurasiz. Bu homilador va emiziklilarga ham mumkin. Men Feruzaga choylik programma qilib beradi. 1,5 oyda rezultati bo'ladi. 3 oyda qarabsizki, qaydisingizni deyga choylikga yo'qolsa qiling. Mana bunisi kollagen ekan. Buni bunday qo'yachasizda. Mana bunisi shu kokteyl ichasiz. Nimaga bu oyijon? Bu yuzani tekis qiladi. Ozgina qanday osiladi, shu osilmasligi uchun tanaga tekislik beradi. Kollagen mana shuni aytadi. Mazasi ham yaxshi ekan oyijon. O'zim Qonni ochgan deyman. Amalisi ertalabki och qoringa tashlanadigan kechasi mana payzan ketadi. Keyin ozgina bilasiz, mana bozordan osiladi, o'sha Mana osilgan. ham ketkazadimi? Mana shuni olib qolasiz. Feruza choylik programma qilib beradi, hopmi? Bu yoqqa mana shu energiya programmasida meni kontrolimda bo'lasiz, hopmi? Ossam bo'ldi oyijon. Rezultatni kelib boshlaydi, bir oy ichida ko'rasiz.